Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana men hozir Muhiddin tabib asalari shifo sihatgohida davolayapman. Bir kurs davolanib ketdim. Men asosan 25 yil sahr kasal bo'lib, shu sababli ko'zlarim yaxshi ko'rmay qoldi. 3-4 marta operatsiyalar bo'ldi, lekin natija yaxshi bo'lmadi. Bu sihatgohni eshitganimdan keyin Ari shifoga kelib, mana shu yerda bir kurs davo olib ketdim. Mana bugun ikkinchi kursiga keldim. Bu yerda shifokorlari Qimmatxon, Mohiraxon, yana atlarini ko'p bilmayman, hammalari juda ham bizga yaxshi xizmat qilyapti. Eng oldin Muhiddin tabibda juda ham qo'l ostida chiroyli sharoitlar bo'libdi. Sharoitlari juda ham yaxshi. Pokiza 2 kishilik xonalar, bir ham yaxshi oilaviy xonalari bor ekan. Ovqat oziqlarimiz vaqtida yetyapti. Men o'zim bilan birga kelinimni ham olib keldim. Katta kelinim ham jicha bemor bo'lib, pul artrit bo'luvdi. Allohga shukr, bir marta kelganimizda biz ancha natija oldik. 100% ko'zim ko'rmayotgan bo'lsa, xuddi nazarimda 5% ochilgandek bo'ldi. U mashitdan ketib bir hafta dam olib keldim. Shu bir hafta ichida men yerda 3 kun, 10 kun men insulin olmadim. Men insulinga o'tirgan edim. Insulin olmadim, lekin sog'ligim yaxshi. Aziz yurtdoshlar, hammanglarni shu yerga kelib shifo olib ketishinglarni istayman. Tanjoninglar sog' bo'lsin, hammaga shifo bersin Alloh. Ular qatorida bizga ham shifolar bersin. Amin.